Do'stlar, sezonsiz biznes, shikolatni qayta ishlab chiqarish biznesi kuniga $100 bemalol mana shu narsamiz saydi narsadan foyda qilsalar ham bo'laverar ekan. Yirtib tashlasalar ham bo'laveradi. Eng qizig'i do'stlar, aytganimizdek, kuniga $100, oyiga $3000 foyda ko'rsangiz bo'lar ekan. Eng qizig'i bunimiz zanglamaydi, 4 xil, ya'ni sezonsiz bo'ladi. Qishin, yozin, kuzda ham ishlaydigan biznes bo'ladi. Nержавейкаdan qilingan bo'ladi. Eng qizig'i, sutni ham qayta ishlab chiqarsangiz bo'lar ekan. Undan tashqari mana havolanib, suv qor yog'yapti, ya'ni mashinangiz buzilayaptimi do'stlar? Shampun, shirin sovun, undan tashqari do'stlar, ya'ni antifriz mahsulotini ham ishlatsangiz ham bo'laver ekan. Narxlariga keladigan bo'lsak, biz sanoylarimiz, xolasangiz o'zimizda mesnilari bor, xolasana Yevropadan kelganlari bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimiz 10 yillik tajribaga ega Primo ishlab chiqarish joyida turibmiz. Eng arzonlari mana shunaqa neobichnisidan kelasizlar. Narxini eng arzoni $700 dan boshlab turib $15000 gacha bo'lar ekan. Litrlari 150-200 litrdan boshlab turib tonnaga qarab ketaverar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'ladi, dastlabki mutlaqo bepul, qolgan joylarga kelishadigan holatda retseptlarini foydasiz olsa ham bonus qilib berishadi. Biz hozir Toshkentda turibmiz.